Hammaga assalomu alaykum. Despertar da música. Bugun sizlar bilan rang ko'tarishga yordam beradigan like xavflar va o'yin ichidagi buglarni ko'rsatib o'taman. Bu buglar ham rang ko'tarishga yordam beradi. Birinchi bu piyakni ikkinchi tomida bo'ladi, qavatida. Bitta sheringiz shunaqa yordam berib shkafni ustiga chiqib olib o'zingizni o'ldirib yuborasiz. O'zingizni o'ldirib olganingizdan keyin sheringiz loot qutisi orqali buni shkafni ustiga chiqadi, loot qutisi orqali. Keyin lootdan turg'izgandan keyin bugga tushib qolamiz. Mana bunaqa piyakni ustida yuramiz mazza qilib. Hech kim otolmaydi sizni, lekin siz ota olasiz. Bu zo'r bug. Sinab ko'ring. Ikkinchisi bu katalistami? Bitta qiyin nomli joyga ko'prikning oldiga kelasiz. Santiya personajini qo'yib olib, xuddi shu joyga qo'yib yuborasiz. Keyin tushib ketasiz, yerda tagiga kirib ketasiz. Bu ham zo'r joy, lekin rang ko'tarishga o'zingizni o'ldirib yuborib, keyin sheringiz chaqirsa ham bo'ladi va u yerdan chiqib ketishingiz ham bo'ladi. Bu joy kartani shu joyda joylashgan. Uchinchi like house'imiz xuddi shu yerda bo'ladi, Plantionda. Ustiga chiqib olasiz. Xuddi shunaqa konteynerlar ustiga. Keyin mush bilan chopib o'tasiz, оружие bilan o'tmaydi. Keyin shunaqa kiylar qilib olib, rangingizni ancha ko'tarib olasiz. Sinab ko'ring. To'rtinchisi bu like out piyakni magazini oldiga shuni stenka qo'yamizdagi. Mana bu yerga chiqib olib, piyakni magazini ustiga mina qo'yamiz. Men bitta qo'ydim, sizlar nechta qo'yaveringlar. 3 ta, 4 ta, 2 ta. Bittaga o'lmadi, sizlar 2 taga qo'ysizlar o'ladi. 5-laykanimiz trenirovkada bo'ladi. Xuddi shunaqa joyga stenkani joylashtirib, temirni ustiga chiqib olib, tomni ustiga chiqib ketamiz, o'lchan tomini ustiga. Bu yer vashi zo'r joy, avim olib o'ynasizlar, zo'r joy bu yer. Sinab ko'ringlar. Videomiz shulardan iborat edi. Sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna yozib qo'ying. Agar bir joyda kamchilik topsangiz, kommentga yozib qoldiring.